Hurmatli yurtdoshlar, kundan kunga aholi soni oshib borgan sari qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab oshib boradi. Shunday ekan, turli xil kasalliklar, turli xil hasharotlar to'sqinlik qiladi. Bunga esa bizda yechim bor. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Sholk va Agroxem O'zbekiston Rossiya qo'shma korxonasi sizlarga turli xildagi sifatli hamda birinchi qo'l mahsulotlarni, preparatlarni yetkazib beramiz. Bizda qishloq xo'jaligida, g'allachilik va paxtachilikda rivojlantiradigan, kasalliklarga qarshi kurashadigan gerbisidlar, akarisidlar va turli xildagi preparatlarni topishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Samarqand viloyati Qarshi Kurugdan Qashqadaryo viloyatiga postga ketishda o'ng qo'lda joylashgan.